Uyda katiz qaynonam ovqat qilib bersa, ko'chada o'riz o'rtog'im ovqat qilib beryapti. Aynan shu ramyonni yeyish uchun uzoqdan odamlar ataylab shu joyga kelishadi. Ayniqsa kechki payt bu yerda ramyon qilishingiz uchun yarim soat, ko'pi bilan 1 soatgacha kutishingiz mumkin. Chunki odamlar juda ham ko'p kelganligi uchun очередь juda ham uzoq bo'ladi. Shu kunlarda katiz qaynonam bilan urushib uyda och qolib ketayotganim yetmagandek ko'chaga chiqib endi ramyon pishirib yeyman desam, o'shani ham tagini kuydirib yuboraman. Bu holatimni ko'rib tushkunlikka tushib endi yig'lamoqchi edim, qarasam o'riz o'rtog'im menga qarab irshayib o'tirgan ekan. Qayg'uyimni beliga tepdi. Xullas, daryoni bo'yida shunaqa qator ramyon pishiradigan texnikalar bor. Bu texnikani bittasi juda ham qimmat turadi. Lekin ko'plab katizlar gazda ovqat pishirishga eringgani uchun aynan shu ramyon pishiradigan texnikani даже uylargacha sotib olishadi. O'riz o'rtog'imning mashinasida yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Zo'ntikdan tortib stullargacha va даже yegani chips bilan energetikgacha ko'tarib ketdi. Men bo'lsam bir qop g'iybatlashgani gap olib kelgandim xolos. Hammasi zo'r, lekin daraxtda qarindoshlaringiz sizni tomosha qilib turishsa sal xavotirroq bo'lar ekan. Havo juda ham issiqligi uchun tepadan suv chiqadigan qilib qo'yishibdi, lekin mana bola issiq havoda, jazirama havoda kurtka kiyib olib TikTokga raqsga tushyapti. Pul topaman deb odamlar nimalar qilishmaydi. O'riz o'rtog'im bilan bir qop g'iybatimni daryoga to'kib, shu bilan endi uyga qaytyapmiz.